Assalomu alaykum. Nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Windowsda ko'rib chiqqan edik, panel управления, ya'ni boshqaruv paneli. Xo'p, shunda Ubuntuda ham xuddi shunga o'xshash narsasi bor. Nastroykalarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi mana bu yerdan bosamiz mana. Ubuntuda mana pusk qo'shgan joyi bor mana tepada. Mana. Va pastda mana nimasi bor? Ularni ko'rib chiqqanmiz. Xo'p, puskga kiramizda biz software tagidagi setting bo'limiga kiramiz. Xo'p, mana bu yerda asosiy boshqaruv panelimiz bor, ya'ni ko'p narsani o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, Wi-Fi bo'limida shu ulangan Wi-Fi'larimiz ko'rinadi. Nastroyka qilib ko'rishimiz mumkin. Forgot connection qilsak, bu mana udalib qo'yadi, parollarni esdan chiqaradi. Xo'p, Wi-Fi ulanishi mana ko'rib chiqqan edik. Keyingi network bo'limi. Bu yerda asosan internetga ulangan nimalarni ko'rinadi. Bunda kerak emas bu yerda narsalar. Xo'p, Bluetoothda hozir men Bluetooth ulamaganman, Bluetooth ulasanglar shu yerda ko'rinadi. Narsalarni o'tkazaman desanglar. Xo'p, background bizga eng asosiylari shular kerak bo'ladi. Xo'p, background bu yerda asosan orqa fonimizni, mana orqa fonimizni rasmini o'zgartiramiz. Xo'p, rasm o'z holiga mana bu Ubuntuning o'zining standart rasmlari. Agarda siz o'zingiz xohlagan rasmni qo'yaman desangiz, mana add picture degan knopkani bosamiz. Bu yerdan over location deb bosamiz. Ya'ni boshqa joyda mana vint anaqa qilib qo'yganmiz. Disk orqali vintni 1 terabaytli vintni start qilib qo'yganmiz. Xo'p, mana buni kiramiz. Bu yerdan hop yozamiz. Mana klaviaturada pick deb yozsak, mana chiqarib beradi. Poiskda endi bu yerda good deb yozamiz. Prostali poiskni mana bosib o'tirishimiz shart emas. Good deb yozsam, mana good pictures chiqadi. Bu yerdan kerakli rasmni tanlaymiz. Misol uchun mana xohlagan rasmimizni bitta tanlaymizda open qilamiz. Mana. Endi mana tushdi, lekin hali ravoy stolimiz u rasmga o'tmadi. O'tish uchun mana rasmning ustiga bosamiz. Mana bir marta chap tarafi bilan bosib qo'ysak, bu tanlanadi, keyin tanlab qo'ysak bo'ldi, o'tadi mana. Bossak o'tadi. Shunaqa. Xo'p, kattalashtiramiz. Bu yerda asosan background rasmini, ya'ni orqa fon rasmini o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p, appearance. Xo'p, esingizda bo'lsa, Windows tanishtirib o'tganimda оформление и personalizatsiya degan narsani tanishtirdim. Appearance ham xuddi shunaqa narsa. Personalizatsiya, ya'ni temalari mana. Light qilsam mana, oknolarim hammasi oq stiliga o'tadi mana. Oppoq stilga o'tdi. Agarda standart holatiga qilsam, xo'p, standart holatida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana chekalari qora, pasti oq bo'lyapti. Dark qiladigan bo'lsam, har bitta oknoyim qora temaga o'tadi. Mana. Bu o'zingizning kayfiyatingizga bog'liq, xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Xo'p, auto hide dock degan narsa bor. Dock degan narsa mana bu tarafdagi turgan narsalarimiz dock hisoblanadi. Xo'p, shu narsani auto hide dock degani bu avtomatik script bo'ladigan funksiya bu. Buni yoqib qo'ysak, mana oknomiz kattalashtirganimizda script bo'ladi. Mishkani olib kelsak ochiladi, atak, lekin script holatda turadi. Lekin oknoni pastga tushirsak, bu script holatiga tushmaydi, ya'ni bu ko'rinib turadi. Xo'p, buni kattalashtiramizda keyingi menyuga o'tamiz. Mana after the hide the dock bildik, mana script qilib qo'yadi. Icon size ingliz tilida. Xo'p, bu mana turgan nimalari ikonka deyiladi, ya'ni o'zimiz bilamiz, znachoklarimiz. Buni razmeri size mana kattalashtirib qo'ysam, ikonkalarimiz kattalashdi. Buni kichiklashtrsam, ikonkalarimiz kichiklashdi. Xo'p, standart holati mana bu yerda. Shu standart holati. Xo'p, buni xo'p, kerakli joyi mana bu narsasi bor. Bu hozir mana joylashuvi, положенияsi. Bu dokimiz, dokimiz chap tarafda turibdi. Mana ingliz tilida left deb qo'ygan. Buni bottom qilsak, bu pastga o'tadi mana. Ekranimiz kichaytirsa, mana ko'rinib turibdi. Mana pastga o'tdi. Mana menyularimiz mana bu tarafdan chiqadi. Programmalarimiz. Xo'p, buni bosamiz. Xo'p, ikonkalarni kichaytiramiz. O'ta kattalashib ketdi. Xohlasalar katta qilsalar ham bo'ladi. O'zingizlar kayfiyatingizlar bilan standart holatga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki right qilishimiz mumkin o'ng tarafga. Bottom past degani, right on degani, left chap degani. Xo'p, pastga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Meni o'zimga yoqadi pastga turishi. Xo'p, notification degani xabarlarni eslatishi.
eslatmalar degan ma'noni bildiradi. Ya'ni har bitta, misol Telegramda ham xabarlar kelsa, eslatma qoldiradi sizga tepada, telefoningizni nimasini tepasini tushirsa shunaqa. Xo'p, notificationda mana do not disturb desangiz, buni yoqsangiz mana notificationlar ko'rinmaydi, ya'ni xabarlar ko'rinmaydi. Uni o'chirib qo'yamiz. Box screen notification bu yerda har bitta programmani o'zini notificationlarini yoqib qo'yishimiz mumkin mana bu yerda. Biz sizga misol Telegramdagi SMSlaringizda nasturlari notificationlar chiqayotgan bo'lsa, buni o'chirib qo'ysangiz, Telegramdan kelayotgan nimalar o'chib qoladi. Boshqa programmalar ham xuddi shunaqa. Xo'p, searchga o'tamiz. Searchdan bizga kerak narsa yo'q. Applicationdan biz o'rnatgan applicationlar bor. Bularda nastroykalar bor. Misol image file bunda 30 bitta image file bor ekan, text file 2 ta ekan, other files. Bu yerda shu applicationlar haqida ma'lumot. Xo'p, privacyda biz bizga kerakli joyi screen lock degan narsasi bor. Mana shu screen lockdan blank screen delay deyapti. Ya'ni bu ekranimiz qanchadir muddatda bloklanib qolishi vaqti. Mana screen lock mana bu bloklanib qolish nimasi? Bu esa ekranimiz o'chib qolish vaqti. Misol 10 minut qilib qo'ysak, 10 minutdan keyin ekranimiz o'chib qoladi, lekin kompyuter o'chmaydi. Xo'p, bundan 1 minut qilib qo'ysa, 1 minutdan keyin ekranimiz bloklanadi. Qolgan nastroykalarga bularga tegamiz. Bu Ubuntu'ning standart holatida turaveradi. Xo'p, privacydan keyin online akkauntlar degan joy bor. Bu yerda Google akkauntlaringizni, Facebook akkauntlaringizni ulab qo'yishingiz mumkin. Misol uchun birorta bir joyda ishlatganingizda bular kerak bo'lsa, avtomatik bular ulanib ketadi. Xo'p, sharing bo'limida ham bizga kerak narsa yo'q. Sound bo'limida bizga kerakli joyi. Bu mana umumiy system volume degan, ya'ni volume degan ovoz. Umumiy mana nima kirsangiz mana zvukimiz mana. E'tibor bersangiz bir xil o'zgaryapti. System sound ularga tegmaymiz. Xo'p, output bu birorta bir muzikal instrument qo'shsak kerak bo'ladi. Bu o'zi hozir umuman kerak emas, o'zi kam ishlatiladi. Xo'p, input bu input degani mikrofonniki. Mikrofon bu yerdan ovozini balandlik pasaytirishini nastroyka qilishimiz mumkin. Alert sound deyapti. Bu ovozlarni turlari, ya'ni zvuklarning effektlari bo'ladi, shunga o'xshagan narsa. Bu ham uncha kerak emas, asosan mana mikrofonni mana belgilab qo'yishimiz kerak mana. Hop. Bo'ldi. Hop, power bo'limida ham blank screen bor, ya'ni ekranimiz qanchadir muddatda o'chib qolishi mumkin. Shu narsani vaqtini belgilab qo'yamiz. Hop, suspend and power button deyapti. Hop, automatic suspend bo'lsa, mana automatic suspend qanchadir muddatdan keyin special rejimga tushib qolsa desak, kompyuterimiz mana special rejim vaqtini belgilab qo'yamiz. Qanchadir 30 minutdan keyin kompyuterimiz special rejimga, ya'ni uxlab qoladi. Agarda sizlarga kerak bo'lsa. Buni ishlatmayman men. Hop, display bo'limida biz razрешениyalarni to'g'rilashimiz mumkin. Ikkiga mana orientation degan joy bor. Bu yerda mana landscape turibdi. Agar buni o'zgartirsam, ya'ni menda zapisim o'chib qolardi. Bu ekranimizni misol almashtiradi. Ekranni teskari qilib qo'yadi, ammo tepa tarafini bu tarafga qilib, umuman shu narsani o'zingizlar o'zgartirib ko'ringlar. Dars mobaynida teskari qo'yadi. Esingizda bo'lsa, Windowsda ham, Windows 10 da ham shu narsani ko'rib chiqqan edik. Xo'p, resolution'ni monitoringiz o'zini nimasiga moslab driver qo'yganingizdan keyin o'zi joylanadi. Xo'p, refresh rate kerak emas, adjust for speed kerak emas, scale bo'limida biz agar siz 125 yoki 150 qilsangiz, razmeringiz kattalashadi, ekraningiz razmeri kattalashadi. O'zingizlar bir qilib ko'ringlar. Atak 100% turgani yaxshi, menga kerak emas. Xo'p, mouse and touchpad degan joyda, mouse and touchpad bo'limida mana narsa bor, general. Agarda biz buni o'rnini almashtirsak, asosiy ilmamiz 10 mishkaga o'tadi mana. Hozir men 10 tarafdagi mishkani bosyapman, right degan 10 degani, 10 tarafdagi mishkani bossam pastga tushyapti, chap tarafini bossam menyu ochilyapti. Bu left turgani yaxshi. Mouse speed, ya'ni tezligi bu yerda mana ko'paytirib, mana mishka tezlashadi. Agar pasaytirsanglar, ancha pasaydi. Xo'p, standart holatida turaveradi. Keyingisi keyboard and shortcuts degani bor. Bu yerda siz garchi klavishalarni hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yoki bo'lmasam qaysi kanalda va qanaqa garchi klavisha borligini ham ko'rib olsangiz bo'ladi.
Xo'p, mana biz hozir mana home folder degan narsa mana yo'q edi. Mana disable turdi. Men bu narsani o'zimga to'g'riladim. Ustiga bitta bosdim. Endi klaviaturani bosing deyapti. Ya'ni o'rnating. Push A ni bosdim mana. Bu yerda klaviaturamizga push knopkasi super deyiladi. Super plus A ni bosganimizda bizga folder ochildi. Home folder ochildi deb turib biz buni set qilib qo'yamiz, ya'ni o'rnatib qo'yamiz. Endi hozir mana push A ni bossam, bizga mana home page ochiladi. Agarda men buni X qilib yo'q qilib yuborsam, push A ni bossam hech narsa ochilmaydi. Tushundinglar? Postga kirib ketadi. Ya'ni ishlamaydi. Buni bosamiz, push A ni bosamiz, set qilib qo'ysak mana bizga kerak. Hop, launch calculator degan komanda bor mana. Launch calculatorga misol menda FM bilan calculator nimasini qilib qo'yishim mumkin. Hop, mana calculatorda bossam, calculatorga kirish kerak. Mana kirdi. FM bilan bosdim, kalkulyator kirdi. Clients mana bu yerda o'zingiz ko'rib chiqasiz. Xo'p, setting bo'limiga ham o'z bu qator hammasini ko'rib chiqing. Bu narsani har bittasini tanishtirib o'tolmayman. Darslarimiz cho'zilib ketib qoladi. Bu narsani o'z mustaqil bu uncha qiyin emas deb o'ylayman. Bu vazifa bo'lib qoladi, xudo xolasa. Xo'p, printers bo'limida biz printerlarni internet orqali ulashimiz mumkin. Add printer qilib turib, bu yerga kerakli printerda modelini yozamiz. Keyin add bossak ishlaveradi. USB-larni ulab ishlataveramiz. Xo'p, removable media bizga kerak emas. Colorda ham bizga kerak narsa yo'q. Region and language da biz sana tilimizni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Men o'zbek tiliga qo'yib qo'ydim. English. Bu endi tekst yozayotganda ko'pincha kerak bo'ladi. Xo'p, format O'zbekiston formatlari shunaqa turaveradi. Bu yerda mana klaviaturaga qo'shib qo'yganman. Mana bunday bossanglar mana Uzbek English chiqadi mana. Agarda biz udalib qilib yuborsak, bu yerda chiqmaydi mana. Add qilib turib, kerakli tilda Uzbek qilib turib, Uzbek, Latin yoki Uzbekning o'zini add qilsangiz, mana bu yerda chiqadi. Xohlaganingizda keyin mana buni bosib turib show keyboard layout qilganingizdan keyin sizda mana klaviatura ham chiqadi. O'zingizga kerakli bo'lgan. Xo'p, buni close qilamiz. Universal access bo'limi. Bu yerda bizda ko'rinishga doir nastroykalari bor. Agarda biz buni yoqsak, mana bizga mana chiqdi. Bu yerdan bosamiz. High contrast, zoom, large text, ya'ni high contrast degani. Xo'p, bu yerda ko'rinishga tegishli bitta nastroykalari bor. Bu uncha muhim emas, kerak bo'lmaydi. Kursor size'lari, misol uchun, kattalashtirsa kattalashadi, kichiklashtirsa kichiklashadi mana. Xo'p, high contrast. Bular buni yoqsa mana bu yerdan o'ta yorug' holatda o'tadi. Xo'p, high contrastni o'chirib qo'yishimiz kerak. Sababi o'ta yorug' holatda znachoklarimizni o'zgartirib oladi. Kursor size o'zgartirishimiz mumkin. Zoom, screen, reader bular bizga uncha kerak bo'lmaydi. Xo'p, bizga endi user bo'limiga o'tamiz. User bo'limida biz mana o'zimiz qo'ygan misol ismimiz turibdi, qo'ygan parolimiz turibdi. Xo'p, bizga hozir bu yerdan o'zgartirmoqchi bo'lgan narsalarimiz, misol uchun mana bu yerdan bossak, mana nomimizni o'zgartirishimiz mumkin. Misol, usunovka paytida, Ubuntu usunovka qilayotgan paytda nimadir noto'g'ri ketgan bo'lsa, harflarni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin yoki rasmni o'zgartirishingiz mumkin mana. O'zingiz xohlagan rasmga qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, bu standart Ubuntuning o'zining rasmlari. Take a picture qilsangiz, bu kamera, misol notebookga bossangiz, take a picture qilsangiz kamerangizga kiradi. Select file qilsangiz, biz o'zimiz tanlab o'zimiz xohlagan rasmni tanlashimiz mumkin. Endi bunga order locationga o'tamizda 1 terabaytlikni bosamiz. Bu yerdan pictni bosamiz. Misol uchun pictni bosib turib, good picture bosamiz. Good picture ichidan birorta bir o'zimizga kerakli yoqimli rasmlarni tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana tanlab turib select qilsak, mana o'zgaradi. O'zimiz xohlagan rasmga o'zgartirdik. Endi ustiga password ustiga bosganimizdan keyin current password qilamiz. Mana bu hozirgi passwordni kirgizgan deyapti. 1 2 3 4 da. O yangi password 1 2 3 4 misol uchun yangi bilmadim. Birorta bir boshqa parol yozib turib, bu kiritgan parollarni yana pastga confirm new password yana boshqatdan kiritgan tasdiqlab qo'ygan deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bizda mana shu narsalarni o'zgartirsak bo'ladi. Default application bular kerak emas. Date and time ichida biz mana automatic date and time ni o'chirib qo'yib turib, o'zimiz date, ya'ni
vaqtni va sanani belgilab qo'yishimiz mumkin mana. Bu yerdan xohlagancha o'zgartirish plus bo'lsa ko'payadi, minus bo'lsa kamayadi. Bu yerdan oyni tanlaymiz, bu yerdan yilni tanlab o'zimiz qilib qo'yishimiz mumkin. Time zonasini ham bu yerda misol faqatgina Toshkent O'zbekiston bor, Andijon yo'q, faqat boshqa davlatlardan emas, Toshkent O'zbekiston deb qidirsanglar bo'laveradi. Xo'p, avtomatiklik bu yoqib qo'ysak, o'zi avtomatik soatni mana ko'rsatadi mana. Seshanba, avgust, 3-avgust 14:41 deb ko'rsatyapti. Xo'p, time formatda mana agar men bu narsani AM qilib qo'ysam, 2:41 bo'lib qoladi. Ya'ni 14, 13, 15 lar ko'rinmay qoladi. 24 soat qilib qo'yaman. Xo'p, about ga kirsak, bu yerda about ichida bizni sessiyalarni ko'rsatadi. Misol uchun device name bu operativ mana bu qurilmaning nomi Mahmudov deyapti. Azosi 15.6 GB ko'rsatyapti, toshimizni ko'rsatyapti, grafik video kartani ko'rsatyapti, joyimizni ko'rsatyapti, operatsion sistemaning nomini ko'rsatyapti mana. Xo'p, OS type ko'rsatyapti, 64 bitli razryadli, xo'p, Gnome version ko'rsatyapti bular. Xullas bu yerda ma'lumot beradi. Xo'p, endi biz hozir appearance-dagi qop-qora qilib qo'yamiz. Yana bitta nastroykamiz bor, arc menu degan, mana arc menu, ya'ni mana shu arc menu deyiladi mana shu. Deb bossak, mana mana chiqib ketgan narsa arc menu deyiladi Ubuntuda. Xo'p, arc menuning settingini, mana setting degani sozlamalari mana bu yerda turadi. Mana kiramiz, kattalashtiramiz. Xo'p, bu yerda general, umumiy nastroykalari bor. Xo'p, bu yerda mana panel and dock option deyapti. Mana panelimiz, tepadagi panelimiz va dock, mana dockimizni sozlamalari bor deyapti. Xo'p, Ubuntu dockka o'tkazdik, mana Ubuntu dockka o'tkazsak, tepadagi arc menyumiz mana pastga tushib qoladi. Mana arc menu nastroykasini ko'rib chiqyapsiz hozirlar bilan. Xo'p, bu yerda active button, display arc menu monitors bular kerak emas bizga hozir. Xo'p, agarda biz Ubuntu main panelga o'tkazsak, asosiy panelga o'tadi, arc menyumiz o'tadi, lekin bu narsani ham o'zgartirsa bo'ladi. Misol left da turibdi, hozir chapda turibdi. Mana bu yerda agar centerga o'tkazsak, xo'p, mana bu yerga o'tdi, mana centerga o'tdi. Agar right ga o'tkazsak, bu burchakka o'tdi. Mana bunday bossangiz o'tadi. Agar biz centerga bosib qo'ysak, men o'zim centerda ishlatmoqchiman. Xo'p, buni ana pastda nimamiz bor, mana kerakli joy bor. Choose a hotkey for arc menu. Arc menyuni bosish uchun birorta bir garachi klavishni tanla deyapti. Agar biz left super key qilsak, klaviaturamizdagi chap tarafdagi pastdagi push knopkamizni bossak, mana ishlaydi. Agarda bu non tursa, bu ishlamaydi mana. Ishlamaydi. Xo'p. Right super key qilsak, o'ng tarafdagi push knopkamizda ishlaydi. Custom key qilsak, o'zimiz xohlagan nimani berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biz custom key qilmaymiz. Xo'p, non qilib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi menu layout degan narsa bor. Endi bu layout degani shu arc menyumizning joylashuvlari. Xo'p, kiramiz bu yerda. Xo'p, hozirgi arc menyuda nastroykasi bor. Mana settingga kiramiz. Xo'p, pinned categories list, mana categories list qilsak, arc menyuni bossak, mana bu yerda, mana bu tarafda kategoriyalar chiqadi, programmalar kategoriyasi chiqadi. Agarda biz pinned qilsak, mana pinned qilsak, kategoriyalar yo'qoladi. All programs kirsak, mana bu yerda kategoriyalar chiqadi. Mana bu yerga pinned qilib qo'ygan, o'zimiz joylab qo'ygan narsalar ko'rinadi. Frequent apps qilsak, bu yerda ham o'nlagan programmalarni o'zini ko'rsatadi. Xo'p, biz hozir pinned qilib qo'yamiz. Xo'p, search bar location deyapti. Xo'p, search bar locationni top qilsak, bizda mana pastdagi qidiruv joyi, qidiradigan nimamiz, panelimiz tepaga o'tadi. Mana bottom qilsak, pastga o'tadi, mana pastga o'tdi. Top qilsak, tepaga o'tadi mana. Flip layout horizontally. Xo'p, agarda biz flip layout horizontally qilsak, gorizontal holatda mana o'zgaradi mana. Bu yerda turadi mana menyumiz, bu menyu bu yerda turadi. Hozir ko'rsataman mana. Mana ko'rdinglar, agar buni bossak, arc menyumizda almashadi. Xo'p, bo'ldi, bu yerdagi narsalar kerak emas. Xo'p, disable user avatarni ko'rsatib o'taman. Disable user avatarni bossak, mana bu yerda mana avatarimizni, pozitivda avatari yo'qolib qoldi. Rasm qo'ygan edik-ku, mana buni o'chirib qo'ysa, mana tepada mana ko'rsatyapti mana murojaat. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, xohlasanglar mana. Faqatgina shu o'zimizga kerakli narsalar turadi. Mana.
Bu yerda choose new layoutlar, tayyor layoutlar bor. Misol uchun hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Budget style bor misol uchun. Tanlab turib apply qilsangiz mana o'zgardi. Arc menyumiz o'zgardi. Kiramiz. Misol uchun xohlagan misol apply qilsak, mana o'zining holatiga qaytdi mana. Kiramiz, buni bossak, apply qilib turib mana endi boshqacharoq bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerdan o'zingizga xohlagan turini tanlasangiz bo'ladi. Arc menu apply qilib qo'yamiz, o'zimizda nastroykada turaveradi. Modern menu layouts deyapti. Bu yerga kirsak, bu yerda ham shu arc menyuda nastroykasi sal o'zgaradi. Misol uchun mana bossam, apply qilsam, hop mana o'zgardi. Menyularimiz anchagina o'zgardi. Xohlasangiz shunaqa holatda ishlatsangiz ham bo'ladi. Hop, kirib turib o'zingizga xohlagan nastroykani tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun Windows 10 style deb yozib qo'ygan. Windows 10 style apply qilamiz. 10 dan nastroykasi chiqadi mana. 10 qanday bo'lsa, shunaqa holatda chiqadi. Bu o'zingizlarning kayfiyatingizga qarab o'zgartirasizlar bo'ladi. Mana bu holatdagisi ham bor. Bularning hammasi o'zingizlarning kayfiyatingizga bog'liq. Simple menu layout. Simple ga o'tsak, bu yerda chiqishi, misol uchun simple menu to style qilsak, mana buni qilsak, mana bu bunaqa holatga o'tyapti. Kirib turib o'zingizlar xohlagan layoutga qilsanglar bo'ladi. Apply qilsangiz, mana har bittasi mana yon boshdan chiqadi. Mana. Agarda buni bunaqa qilsangiz, apply qilsangiz, mana bunday chiqadi mana. Bunaqachasiga chiqadi. Buni ham o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Misol uchun hammasi har xil stillar bular. Hammasi har xil stil. Apply qilamiz. Hop, mana. Bu bunaqachasiga chiqadi. Menyumiz polni ekran bo'lib chiqadi. Buni o'chiramiz, bunga qaytamiz. Buni xohlasanglar shunaqa, xohlasanglar bunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Back qilamiz. Bu yerda ham bo'ldi. O'rganib chiqdik. Menu theme deyapti. Menu theme. Bu yerdan already menu theme yoqsak, yoqdik. Bu yerdan asosan shu nimani narsani o'zgartirsak bo'ladi. Hozir bunda nastroykalarni reset olib qo'yamiz. Oddiy nima qilib qo'yamiz. O'zining holatida yes qilamiz. Hop, mana o'zining holatiga qaytdi. Eski holatiga qaytdi. Endi menu theme'ga o'tamiz. Buni bitta bossak, hop, buni mana temasi tepadagi nima bilan bir xil bo'ldi, qora bo'ldi. Hop, xohlasa mana qizil qilib ko'rishimiz mumkin. Select qilib turib apply qilamiz. Mana bu yerda qizil bo'ldi mana. Nastroykalarimiz qizil bo'ldi. Hop, font size bu tekstlarimizni nimasi? Mana razmeri mana. Hop, buni o'zingizlar ko'rib chiqinglar, bitta-bitta bu narsani o'zingizlar bilan o'zgartirib chiqasizlar. Misol border size. Hop, restore default qilib qo'yamiz. O'zining holatida atakni o'zgartirmasalar ham bo'laveradi. O'zining holati chiroyli. Restore qilamiz. Hop, apply restore qilib turib apply bosishimiz kerak o'zining holatiga qaytish uchun. Mana. Hop, buni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi xohlasanglar. Menu settings deyapti. Bu yerda bizga kerakli narsa yo'q. Hop, menu settingda hop, kategoriyalar ichida bizga atak kerakli narsa yo'q. Hop, endi bu yerdan chiqamiz. Hop, button appearance deyapti. Hop, appearance icon. Hop, buttonlarimizni, ya'ni knopkalar deydi, button degani knopka deydi. Shulardan shu narsalarni ikonkalari mana o'sha narsalarning nastroykalari. Hop, mana icon deb qo'ygan joyini text deb qo'ysak, mana bu yerda applicationimiz mana text o'tib qoldi, ikonkasi yo'qoldi. Mana. Agarda biz icon and text qilsak, ham ikonkasi ko'rinadi, ham text ko'rinadi. Agarda biz text and icon qilsak, birinchi text ko'rinadi, keyin ikonkasi ko'rinadi. Agarda hidden qilsak, biz umuman ko'rinmaydi. Mana. Shunaqa holatda. Endi biz ikonka qilib qo'yamiz. Ya'ni icon qilib qo'yamiz. Hop, show arrow qilsak, show arrow qilsak, tagida mana arrow paydo bo'ladi. Ya'ni strelka paydo bo'ladi. Keyin bu ikonkalarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Browse icon qilamiz. Bu yerda har xil ikonkalar bor. Bitta bossangiz o'zgaradi. Hop, distro icons kirsa mana har xillari bor. Ubuntu'ni o'zini bosib qo'ysalar ham bo'ladi mana custom yoki bo'lmasam custom icon kirib turib o'zingiz xohlagan PNG formatdagi kichkina razmerdagi ikonkani tanlab qo'yishingiz mumkin. Nonni bosib turib, misol uchun birorta bir tayyorlagan bo'lsangiz Photoshopda shunaqa qilib tayyorlab joylab qo'yib, misol uchun belgilab turib open bossangiz o'zgaradi. Hop, biz Ubuntu'ni o'zida qolaveramiz. Hop, icon size deyapti. Ya'ni ikonkani mana tepadagi ikonkani razmeri mana. Mana o'ta ko'payib ketsa cho'zilib ketib qoladi.
shunaqa holatda turgani yaxshi men uchun. Xo'p, icon pending, buni pending degani joylashuv, ya'ni atrofda mana turibcha joylashuv mana shunaqa. Bu narsani kichaytirib qo'ysak bo'laveradi bu. Uncha emas, muhim emas. Xo'p, color shu ikonkani rangi, mana. Okay, select bosamiz. O'zgardi, mana. Mana. Mishkani olib kelganimiz oq bo'ladi. Xo'p, hover colorni o'zgartirsak, mana. Mishkani olib borganimizda yashil bo'lyapti mana. Mishkani olib borganda yashil bo'lyapti, bosganimizdan keyin yashil holatda qolyapti. Shunaqa. Xo'p, buni restore default qilamiz. Ikonkamizni o'zimiz Ubuntunikini qo'yib qo'yamiz, mana. Ubuntu. Xo'p, ikonka sayzini kattalashtiramiz, kattaroq qilsak yaxshiroq. Xo'p, ikonkamizni kattalashtirib qo'yamiz, mana. Icon pad nom turaveradi. Xo'p, endi biz buni center qo'yib qo'yamiz, mana. Ubuntuimiz mana centerda turibdi. Xo'p, shunaqa nastroykalari bor. Xudo xolasa, menimcha kerakli joylari va sizlarga foydasi tegadigan joylarni o'rgatdim. Keyingi darslarda xudo xolasa Mac OS'larni o'rnatishni o'rganib chiqamiz. Uje Ubuntu tugadi. Sizlarga kerakli va foydali bo'lgan joylarni o'rgatdim. Ubuntuning nastroykalarini o'zgartirish va shunga o'xshash joylarini. Bugungi xudo xolasa Ubuntu darsimiz tugadi. Ubuntu'ni endi xudo xolasa siz bemalol o'zgartirib, o'ziga moslab ishlasangiz bo'ladi. Endi birorta programmani shu kerakli joydan o'rnatib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi darslarimizda xudo xolasa Mac OS'ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xayr, sog' bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha.